Assalomu alaykum. Ushbu videoda Yubor mobil ilovasi orqali Rossiyadan turib O'zbekistonga qanday qilib naqd pul yuborish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Dastlab ilovaga kirganingizda pastdan o'tkazish bo'limiga bosasiz. Bu yerda kartaga yuborish va naqd pul yuborish o'tkazma turlari chiqadi. Naqd pul yuborishni bosganingizdan keyin AQSh dollari valyutasida kerakli summani kiritasiz va davom etish tugmasini bosasiz. Agarda siz birinchi marta naqd pul yuborayotgan bo'lsangiz, sizdan yuboruvchi ma'lumotlari talab qilinadi. Ushbu ma'lumotlarni to'ldirib bo'lganingizdan so'ng qabul qiluvchi ma'lumotlari so'raladi. Keyingi sahifada barcha ma'lumotlarni tekshirib tasdiqlashingiz kerak bo'ladi. Ma'lumotlar to'g'ri ekanligini diqqat bilan tekshiring. Xato kiritilgan bo'lsa, qabul qiluvchi bankda pul o'tkazmasini olishda muammoga duch kelishi mumkin. Ma'lumotlar to'g'ri ekanligini tasdiqlaganingizdan so'ng keyingisi tugmasini bosasiz va bu yerda yuboruvchi bank kartasi ma'lumotlari to'ldiriladi. Va nihoyat so'nggi qadam to'lash tugmasini bosganingizdan keyin to'lov sahifasiga o'tiladi. Bu yerda siz tasdiqlash kodini kiritasiz. Qarabsizki, o'tkazma tayyor. O'tkazma muvaffaqiyatli amalga oshganligini tarix bo'limi orqali ko'rishingiz va chekni yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Ilovaning profil bo'limidan punktlar qismida ko'rsatilgan banklarga murojaat qilib, yuborilgan naqd pulni qabul qilishi mumkin. Sizning bank kartangizdan rublda yechib olinadi. Qabul qiluvchi naqd pul shaklida dollarda oladi. Yubor, oilangiz uchun mehr.